ketdi. Va qarang, opam bu suxarik sortidan ekanda, sho'rtakkina, qirsilani qarsildoq, yumshoqqina ekanda. Qani buni qarang. Qani mana shunisini yeb Qani ko'ring. bir yeb ko'ring. Bu qaymoqligi. Voy, вообще zo'r ekan. Mazzami? Salyonni, bodringlarni mazasi Ha, bor. mazzami? Homiladorlar kelaverasizlar, вообще mazza. Qo'yliq meluzdan xarid qilaverasizlar. Ha, bunisi mana qarang, sho'rtakkina ekan, yumshoqqina. Voy. Voy, вообще. Birinchi farzandimga homilador bo'lganimda shunaqa mazani his qilganman. Eshitdinglar? Yoshligim esim o'chib ketdi. Ana. Yoshartiradigan gilinalar-da bu. Ha, bunisi qanaqa? Bunisi Belgara degan sortimiz, mel. Yoshligimizda maktabda yurdik. O'sha mazani berar ekan, lekin kelaverasizlar. Gap bo'lish mumkin emas. Va bu sortimizda astana shunaqa qaymoqli, og'izda erib ketadi. Dubayskiy shokoladdan ham shirinda, ishoning. Ayollar, qizlar qaymoq yegili keladi-yu. Shuni mana. O'sha mazda bor ekan bunda. Astana sorti. Voy, вообще mazza qilib yubordim to'g'risi. Voy, tungish tarazdan yeb ko'ring bir. Qani. Nima deyapti bu? Uncha chiroyli bu. Mazza-yu. Voy, buni Dubaydan qaranglar, qilib Qatta ekan bu bola deb. Вообще mazza dastavkangiz bormi? Albatta, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yetkazib beriladi. O'rtoqlar, dastavka xizmatlari bor ekan, aloqaga chiqinglar, telefon nomeri yozib qo'yamiz. 24/7 xudo xolasa. Mabodo kechasi 2 qatlarniki Farqi yo'q. kechasi qo'zib qoladi. Telefon nomeri yozib qo'yamiz. Shundoq. Dilmurod. Voy, Dilmurod aka, yetib kelyapti. Bo'ldi, qo'yib chiqasoradi. Shundoq qo'yliq meluzi yozasizda. Qo'yliq meluz dastavka. Telefon nomeri qoldiramiz, telefon qilsanglar dastavka qilib chiqarib berishadi. Albatta. Zo'r, mazza. Bunisini